hammasi boshqacha bo'lishi mumkin edi. Men kishanlandim va hammasidan ayrildim. Insonni nima xarob qiladi? Shu haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Tanballik, g'azab, yomon do'st yoki yor. Balki bo'lishi mumkin. Ammo kishini batamom xarob qiladigan, uning moliga, joniga, umuman olganda hayotiga rahna soladigan unsur bu shubhasiz maishatdir. Unga qaramlik insonni yanada azob uqubatga olib keladi. Keling, bugun qaramlikning yana yangi turi bo'lmish psixoaktiv moddalar va ularning turlari haqida gaplashsak. Assalomu alaykum. Bilasanmi, bu zo'r narsa. Bitta tatib ko'r. Mazza qo'rasan. Tushunding? Zo'r bo'ladi o'rtoq. kerak emas. Ha, zo'r narsa. Yo'q, Nimadan qo'rqasan? To'g'ri aytyapti. Mazza. Yura qo'rqaman-da. Qo'rqma. Ha. Hammasi zo'r bo'ladi. Bitta Ha, tatib ko'r. to'g'ri gapiryapti. Juda mazza. Uchasan. Yo'q, kerak emas. Ko'rasan. Giyohvandlikning yakuni faqatgina o'lim. Bu haqida siz ham eshitgandirsiz. Odamlarning tasavvurida giyohvandning ko'zi qizargan bo'ladi. Hamisha sarxush turadi. Bilagidagi tomirlari esa bo'rtib chiqib, yuborilgan doza sababli qorayib ketadi. Ko'z osti qoraygan, qorachig'i kengaygan yoki toraygan bo'ladi. Shu bilan birgalikda u juda tez vazn yo'qotadi. Ammo bu fikrlar eskirgan. Klassik giyohvandlik allaqachon o'z o'rnini sintetika va psixoaktiv moddalarga bo'shatib bergan. Ular shu qadar ayyorki, bir qaraganda uni iste'mol qilgan kishining sarxushligini ham payqamasligingiz mumkin. Xo'sh, o'zi psixoaktiv moddalar nima? Ular nimasi bilan farq qiladi? Keling, avval mana shu savollarga javob olsak. Narkotiklar deganda ko'pchilikni xayolida faqatgina klassik narkotiklar, ya'ni opioidlar, opidonga va kannabis guruhiga kiruvchi narkotiklar tushunilib kelingan. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bu oxirgi paytlarda to'liq sintetik ko'rinishga o'tkazilgan. O'sha kimyoviy usullar orqali turli xil laboratoriyalarda. Yana yomon tomoni shundaki, narxi arzonlashadi, arzonlashtirishyapti, ta'sir kuchi va zarari kuchayyapti. Endi narkotik vositalarga qarshi kurash kuchaygandan so'ng, uni aniqlanishi kuchaygandan so'ng, uni muomalasi ancha cheklangandan so'ng, ko'pchilik yoshlar tomonidan, aholi tomonidan aptekada oddiy sotiladigan dorilarni ishlatilish maqsadini o'zgartirib, boshqa maqsadda ishlatib, o'shandan kayf olish deymiz-ku, o'shandan huzur olish, o'shani iste'mol qilish va uni mukkasidan ketib iste'mol qilib, tobelik darajasiga olib kelish holatlari ko'p uchrab boshlagan. Shuning uchun 2019-yilga kelib, o'sha aptekalarda sotilayotgan, ochiq sotilayotgan, lekin yoshlar tomonidan, aholi tomonidan buni olib noto'g'ri iste'mol qilinib, zararli oqibatlarga olib kelinayotgan dori vositalarining ro'yxati alohida nazoratga olindi. Masalan, tropikamid degan dori vositasi bo'lgan. Oldin shu ko'z doktorlari tomonidan bemorlarga berilgan. Ko'zlarga tomizib, o'shandan yaxshi ta'sir qiluvchi dori bo'lgan ko'z uchun.
lekin shuni olib burun sohasiga ishlatib buni maqsadini o'zgartirib yoshlar tomonidan bunga mukkasidan ketish holatlari ko'p uchragan. Shuning uchun bu dori vositalari shu ro'yxatga kiritilgan. Demak, 3 ta terminni eshitishimiz mumkin. Bular giyohvand moddalar, kuchli ta'sir qiluvchi moddalar va psixotrop dori vositalari. Aynan qonunchiligimizda giyohvandlik guruh qatori mavjud. Aynan shu qatorga kiruvchi barcha dorilarga yoki moddalarga qaramlikni biz giyohvandlik deb nomlaymiz va shu tashxis bilan davolaymiz. Aynan shu qatorga kirmaydigan boshqa guruhlarni biz toksikomaniya, zaharvandlik tashxisi bilan davolaymiz. Hozirgi kunda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari ham chiqdi. Bular asosan oftalmologiyada yoki boshqa sohalarda ishlatiladigan psixotrop dori vositalari qatoriga guruhiga kirmaydigan dori vositalari, lekin markaziy nerv sistemasiga kuchli ta'sir qiluvchi, euforiya beruvchi dori vositasi bo'lganligi uchun ularni kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari deymiz. Giyohvand vositalardan ham toksikomaniya tashxisi bilan davolaydigan psixotrop dori vositalarimizdan ham tibbiyotda foydalaniladi. Kuchli ta'sir qiluvchi dorilardan ham foydalanadi. Biz kimni davolaymiz? Biz bu moddalardan notibbiy maqsadda, boshqa maqsadda zavq olish uchun, euforiya olish uchun qabul qilib, qaramlik shakllangan bemorlarni davolash bilan shug'ullanamiz. Asli farg'onalik bo'lgan bu yigit hali 18 yoshga to'lmagan. Ammo bir necha yildan buyon u Zangiota tumanidagi 24-sonli tarbiya koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda. U Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi bilan ozodlikdan mahrum etilgan. Aytishicha, u psixotrop moddalarni iste'mol qilgan va unga pul topish uchun bir necha marta o'g'irlik jinoyatini sodir etgan. Qarangda, dadingiz bor ekanlar, ayingiz bor ekanlar, akalaringiz bor ekan. Nimadan sizga shunaqa pulga ehtiyoj bo'lgan? Men tabletga ichardim-da, o'sha tabletga nimasida bo'lganman. Ta'sirida bo'lganman. Tabletga nimasida bo'lib borganman. Qarang, siz tabletkani ichishni kim o'rgatdi sizga? Qachondan boshlagansiz? O'rtoqlarimdan ko'rib men ham o'rganganman. Qanaqa tabletka chekardinglar? Karbamazepin degan nima ichardim, keyin tropikamin degan nima separdim. Uni ichganingizdan keyingi holatingiz qanaqa bo'lgan? Ichganimdan keyin kayf beradi, nima qiladi-da, odamda. Behol nima bo'lib qolasiz, kayf nimasi bo'ladi-da. Kayf holatda bo'lganman, hech narsani bilmaganman ketayotgan. Hech narsani sezmaganman. Uni qayerdan olardinglar? Keyin nech pulga olardinglar? Tropikamin o'zi 200 ming. Tabletka u karbamazepin, doni pachkasi 50 ming. Qayerdan sotib olardingiz? Aptekadan. Borardik. Pul qilib turib, borib turib olardik. Olib turib 400 ming tushadimi, 500 ming tushadimi, borib olardik, ichardik bir chekkaga o'tirib. Ichib turib, tabletkani ichib turib, ustidan separdik. Boshni aylantirib kayf berardi o'sha. Uni har kuni iste'mol qilarmidingiz? Ha. Uyingizdagilar sezmaganmi? Yo'q. Ko'chada yurardim, ko'chada o'sha kayfini nima qilib turib, yo'qotib keyin kirardim. U aptekalarda sotilishini qayerdan bilgansiz? O'rtoqlarimdan eshitganman. Uyingizdagilar qachon bilib qolishdi? Ko'zimdan bilib qolishgan. Ko'zim qizarib ketgandan bilishdi. Bir oymi ko'chaga chiqarishmadi. Baylab nima qilib oyog'imga zanjirlab qo'yishdi. Baribir yechib chiqib kelardim. E'tiborli jihati, noqonuniy muomaladan olingan sintetik narkotik vositalari 2 baravarga ko'paygan. Kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning miqdori esa 3,5 baravarga ko'paygan. Aynan kuchli ta'sir qiluvchi modda bo'lgan tropikamid dori vositasi noqonuniy muomaladan olingan miqdori o'tgan yilga nisbatan 8 baravarga ortgan. Jinoyat sodir etgan shaxslarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, jinoyat sodir etgan shaxslar o'tgan yilga nisbatan 37% ga ortgan. Umumiy shaxslar 37% ga ortgan. Lekin yoshlar 52% ga ortgan. Voyaga yetmaganlar 67% ga ortgan. Demak, bu degani jinoyat sodir etayotgan shaxslarning ortishi yoshlar va voyaga yetmaganlarning hisobiga bo'lyapti. Va ayollar soni 50% ga oshgan. So'nggi vaqtlarda yangiliklarda ko'p ko'ramiz. Masalan, juda vahshiylarcha o'zlarining farzandini o'ldirgan yoki oilasiga masalan suiqasd qilgan, juda
vahshiylarcha avtotransport vositalarini boshqarib turli xil yo'l transport hodisalarini qasddan sodir qilgan yo'l transport hodisalarini ko'ryapmizki, bunday holatlarni ko'pchiligida aynan giyohvandlik vositalari ta'sirida bo'lganligi odamlarning. Yana shuni ko'rishimiz mumkinki, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan giyohvandlik vositalari ta'sirida sodir etilgan jinoyatlar 55% ga oshgan. Zaharvandlik. Yangi so'z. Avval bu haqida eshitmagan bo'lishingiz ham mumkin. Ammo uni ham qaramlikning bir turi deyish mumkin. Ilgari xorij davlatlarida o'tkir hidli kimyoviy moddalarni hidlash orqali kayf olish urfga chiqqan. Tasavvur qilyapsizmi? Odamlar undan foydalanishdan avval niqob taq, sog'liq uchun zarar bo'ladi degan yelim, benzin yoki bo'yoqlarni atayin hidlab qandaydir huzur olishadi. Odatan bunday kuchli ta'sirga ega kimyoviy moddalar boshni og'ritishi, ko'ngilni behuzur qilishi mumkin. Ammo tinib tinchimas uddaburonlar undan shunchaki zavq, kayf uchun foydalanishadigan bo'ldi. Bu toksikomaniya. Ishoning. U jiddiy asoratlarning muqaddimasi hisoblanadi. Chunki giyohvandlarning aksariyati ularni iste'mol qilib qaramlik olamiga kirib kelishadi. Hop, pamatimni oldin tug'ilganman. Turist otam ham onam ham bo'lgan. Oilada 2 nafarmiz, opacham va men. O'qimishli oilada tug'ilganman. Hop, men tug'ilishimdan oldin o'sha payt shunaqa period bo'lgan O'zbekistonda gerang rivojlangan bo'lgan, manadan gerangga o'tib qolgan. Men o'ylayman, o'zi bu narsada hozir oxirgi payt, oxirgi 3-4 yil ichida bu narsani ko'p orqaga qaytishga harakat qilaman. Qattan menda bu narsa. Men o'ylayman, men onamning qornidaligimda o'sha menda bu narsa paydo bo'lgan. Chunki meni otam o'sha payt patriot qilganlar deb o'ylayman. Lekin katta bo'lgunimcha menda hech qanaqa bo'lmagan. Faqat o'zim bu narsaga перерывшak qilmagunimcha. O'sha 2016-yil 16 yoshar bolaman, maktabni bitirganman, liseyda o'qiyman. Ko'chada yuraman, uydagilar menga ishonadi. Juda yaxshi bola bo'lganman. Yomon xulqim bo'lmagan. O'zimga javob bera olganman. Ota-onamning ko'zida ham yaxshi ko'ringanman. Shuning uchun men ertalab ketib kechqurun kelsam ham ota-onam misol uchun menga ishongan. 2016-yil как раз вот это tramadol lirika degan tabletkalar endi ommaga tanilgan edi. Endi hamma tushungan edi shu narsani. Yangi psixoaktiv moddalar, umuman psixotrop dori vositalarini bemor qabul qilganini sezdirmasligi mumkin, qabul qilib turgan vaqtida. Ota-onalar va o'qituvchilar ularni qabul qilmagan holatdagina seza oladi. Qabul qilib turganda u qaysidir miqdorda adrenalin energiya beradi va bemor o'zini tetik his qiladi. Kayfiyati hammasi ko'tarinki bo'lib ko'rinadi, bemorga shunaqa tuyuladi. Va bu holatlarda hech narsani o'qituvchilar sezmaydi. Bitta bemorim bilan yaqinda suhbatlashdim, 10 yil oilasiga bildirmagan. Aynan psixotrop dori vositalarini qabul qilganini 10 yil davomida hech kimga sezdirmagan. Hatto turmush o'rtog'i ham sezmagan. Ya'ni bularni sezish juda ham qiyin. Asosan qabul qilib turib qilmagan vaqtida holsizlik, charchoq, uyqusini buzilishi yo tunda uyqusizlik, kunduz kuni uxlash yoki umuman uxlamaslik holatlari kuzatiladi. Bolalarimiz, bemorlarimiz avvalambor mas'uliyatsiz bo'lib qoladi, chunki ularni boshqa hech narsa qiziqtirmaydi. Bitta maqsad pul topish bo'lib qoladi. Darsda davomat tushib ketadi, sababsiz dars qoldirishlar yoki kasallik varaqalari ko'payib ketadi. Va darsdan qochish holatlari ham bo'lishi mumkin. Har qanday xulq o'zgarishida hozirgi kunda avvalambor psixoaktiv moddadan shubhalanish kerak. Telefon orqali bir tanishim telefon qilyapti, bu viloyatda bo'layotgan voqea. Aytayaptiki, ukam uydan qochib ketyapti. Ya'ni viloyatdan shaharga qarab tez-tez qochib ketyapti. Qayerdasan desa, o'rtog'imnikidaman deydi. Otasi o'rtog'ini uyiga borib, eshigini yoniga kelib, "Chiq bolam, seni olib ketgani keldim" desa, "Va hozirgina ketgandiga siz aytmabsiz-da" deydi. Ya'ni tinimsiz yolg'onlar va birinchi shubham psixoaktiv moddadan bo'ldi. Xulq o'zgarishi bizni bemorlarning xulqiga juda ham o'xshadi. Va aytdimki,
olib keling, bitta konsultatsiya qilaylik, tekshirib ko'raylik. Tekshirganimizda haqiqatdan ham kannabinoid hamda sintetik katinonlarni, psixoaktiv moddalarni qabul qilinganligi aniqlandi bolada. Bola 16 yosh, juda ham yosh bolamiz. Va aytmoqchimanki, buni xulq o'zgarishini ota-ona yoshlarda tez payqaydi. 18 yoshgacha bo'lgan bolalarda xulqidan bildirib qo'yadi, chunki ularni mustaqil pul topish imkoniyati yo'q. Va uydan qochishlaridan, vaqtida kelmasligidan, qiziqishlari kamayganligidan, jahldor bo'lib qolgandan bolam yuzimga, ko'zimga tik qaragan bola emasdi deydi. Hozir tikka qarab baqiradi. O'zini oqlaydi, o'rtog'iniga qochib ketadi. Bu hammasi psixoaktiv modda tufayli o'zgargan shaxs hisoblanadi. Shaxs o'zgarish hisoblanadi. 18 yoshdan oshgan insonlarda buni aniqlash biroz qiyinroq bo'ladi, chunki ular mustaqil, asosan o'qishdaman deb aytishlari mumkin. O'qishga kiraverishda psixoaktiv modda qabul qilib kirishsa, ichkarida o'qituvchilar buni anglamaydi. Qabul qilish usuli juda ham oson, sodda, ularga maxsus joy, bir qanaqadir shpritslar kerak emas. Qo'lga kiritish juda ham oson va ulardan bitta narsa ishlab pul topa olsa bo'ldi bo'lib qolgan hozirgi kunda. Bular ham juda ham insonlarni xavotir oladigan holat hisoblayman. Chunki aynan masalan shaxsan o'zim shu sohaning ichidaman. Bir safar oftalmologiya shifoxonasiga borganimda, ko'z kasalliklari shifoxonasiga qarab, shuncha insonda ko'zida muammo bormi deganman. Insonlarning ko'pligida. Ko'chada biz uni sezmaymiz. Xuddi shunday hamma o'ylashadiki, televizorda yo radioda eshitib qolsa, televideniya orqali narkomaniya, toksikomaniya bo'lsa bordir. Ya'ni ular o'ylaydiki, menda bu narsa bo'lmaydi. Bizning oilamiz boshqacha oila. Haddan tashqari farzandlarga ishonish holatlari bo'ladi. Ammo shu sohaning ichida bo'lganim uchun, kelayotgan bemorlar oqimini ko'rganim uchun aytamanki, kimnidir vahimaga solish niyatim yo'q, lekin e'tiborliroq bo'linglar. Chunki bu moddalar shunaqa moddaki, bir marta psixoaktiv moddani qabul qilgandan keyin hozirgi moddalarda jargonda aytilganda lomka holati, abstinensiya holati, ya'ni to'xtatgandan keyin bemorlardagi mazasini qochishi, og'riqlar, bu holatlar yo'q. Faqat ruhiy qaramlik, ya'ni kuchli patologik moyillik deymiz. Nima qilib bo'lsa ham psixoaktiv moddani topsa, juda ham kuchli xohish bo'ladi. Bu xohish hamma tuyg'ulardan ustunroq. Bu psixotrop dorilar bunda zapal bo'lmaysa, bunda sizni bilib qolishmaydi. Bunda bilib qolishmaydi. Tramadol. Tramadol bu opioid dori. То есть героинна aptечный farmatsevtika tarafdan varianti, tabletka varianti. Tramadol ichish boshlaganmiz qiziqishdan. Chunki yon atrofdagilar katta bolalar ichardi, mahallada. Mani ko'zimga ular bo'lacha o'ziga позволять qila oladi. Ular balatnoy, ulardan hamma qo'rqadi, ular o'ziga позволять qila oladi. Deb ko'zimga havas bilan ko'ringan bu narsa. Agar hozir vaqtda orqaga qaytarib olganimda men o'sha yoshim o'tib bu narsada opitim bor-ku, hozir endi tushunaman-ku bu qanaqa narsaligini. Vaqtda orqaga qaytargandim, конечно, bu ish qilmas edim. O'sha payt boshladim, ichdim tramadol, lirika ichishni boshladim, потом уже постепенно trop degan narsa bor, burunga sepadigan, uni sepishni boshladim. Ketidan salofan degan tabletkalar chiqdi, u ham xillanadi, ham o'sha trop ichiga qo'shiladi. Shular chiqdi-da, 3 yil ichida bo'layotgan narsa, пока litseyga bitirayotgan paytim. Keyin Moskvaga o'qishga ketdim men. O'tda qolib ketdi, u narsalar bo'lmadi. To'g'ri yurdim, endi yangi shahar, yangi odamlar, bu narsani o'ylamadim men. Karantin payti, karantin как раз tugashiga sentyabrlarga men Toshkentga keldim-da. Endi yana o'sha oshno bo'ladi, yana o'sha hamma mahalladoshi yo'q. И уже qarovma hamma уже plotni o'tirib bo'lgan. Plotni kayib qoldi, hamma, absolutно. O'g'aynim ham, ukamam. Men ham Toshkentdaman, делать nechego Moskvaga ucha olmayman. Pulim bor, доверияdaman, ishonishadi. Uydagilarga aytdim, ish qilaman dedim, pul oldim, ish qildim, yurg'izdim, ishlarim yaxshi bo'lib ketdi. Pulim ko'payib ketdi, yonimda oshna-o'g'aylar ko'payib ketdi. O'sha payt mana shu trop degan narsa avjiga chiqqan payt edi, juda avjiga chiqib ketgan edi. Bir kechada boshida kechqurun kayib qilardim, faqat kechqurundan ertalabgacha, chunki kunduz ishlardim.
bizda ishlab chiqarish bo'lgan ishlardik. Kechqurun ertalabgacha 10-12 ta flakon sepib qo'yilardi, 4-5 ta bo'lib o'tirib. Sepib qo'yilardi, 10-12 ta flakon deganda ham 200-300 dollar haqida gap ketyapti kuniga. Kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning shunday xususiyati borki, ulardan masalan birinchi, ikkinchi marta bitta tabletka, ikkita tabletka yoki 2-3 ta tomchi tomizib o'sha ko'zlangan huzurni olayotgan bo'lsalar, ikkinchi, uchinchi martasida u daraja bilan, u miqdor bilan kutilgan huzurni ola olmaydi. Yana ko'paytirish kerak. Shu orqali bu ko'payib ketaveradi va bir joyga kelganda umuman kuchli ta'sir qiluvchi moddani huzuri yetmay qoladi, kamlik qilib qoladi. Va shu yerda atrofida maslahatchilar va shunaqa aura paydo bo'ladiki, sintetik narkotiklarga o'tib ketish mumkin yoki narigi klassik narkotiklarga o'tib ketilishi mumkin. Va bundan tashqari birdan sintetik narkotiklarga o'tib ketish holatlari ham bo'lishi mumkin. Bir narsani ota-onalarga va mana shu xalqimizga yetkazmoqchimanki, shu bir tushuncha qolganda biz aqlimizda, xuddi narkotiklar bu juda topish qiyin, qimmat va buni bu bilan shug'ullanadigan, savdosi bilan shug'ullanadigan odamlar juda o'zlarining faoliyatini qattiq sir saqlovchi va buni topish qiyin, chunki oldin shunday bo'lganda degan tushuncha bor. Yo'q, hozirgi kunda telefon va plastikda pul bo'lsa, yoshlarga o'shani topishi uchun imkoniyat mavjud bo'lib qolmoqda. Afsuski, bunga qarshi kurashilishiga qaramasdan, masalan, har xil ijtimoiy tarmoqlarda turli xil botlar, kanallarni yopilishiga, ular bloklanishiga qaramasdan, kundan kunga yangi kanallar, yangi botlar ochilib, bu narsani targ'iboti shunday olib borilmoqda. Shuning uchun agar masalan ota-onalar uyda farzandi qanaqadir dori ichib yurgan bo'lsa, iste'mol qilib yurgan bo'lsa, buni albatta so'rash kerak. Bu nima? Hatto oddiy doridan farq qilmaydi-da. Kapsula, bir tomoni oq, bir tomoni qizil kapsula, qanaqadir oshqozon dorisiga o'xshash, qanaqadir boshqa doriga o'xshash kapsula bo'lishi mumkin. Uni bola har qanday yo'l bilan aldab olish mumkin ota-onasini. Lekin ota-onasi sal ko'proq qiziqsa, kim tavsiya qildi? Qaysi doktor, qaysi vrach tavsiya qildi? Qaysi aptekadan olding? deb sal uni surishtirib borsa, tez aniqlashtirib boradi. Eng yomon tomoni, kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni iste'mol qilayotgan bolalarni dastlabki bosqichlarda tashqi ko'rinishidan bilish juda qiyin. Ular uni ichib yurgandan keyin shunaqa ishontirib gapirib boshlashadi. Endi mutaxassislar bilan gaplashganimizda shuni aytishadi va o'zlarimiz davolanayotgan bolalar bilan gaplashayotgan paytda shunaqa ishontirib aytishadiki, ota-ona-ku endi farzandi tez ota-onani ishontirib, ular ishonchni oqlab chiqib ketishi mumkin, aldab chiqib ketishi mumkin. Bunaqa vaziyatlarda. Bolaning 10 tasida psixoaktiv modda qabul qiluvchi bolalar bo'lsa, xohlasa, xohlamasa qolgan bolalar ham katta xavf ostida qoladi. Ya'ni mahalladagi o'rtoqlari, sinfdoshlari, kursdoshlari, turli xil tadbirlar, o'tirishlar, bir ko'ngilochar marosimlarga yoshlar qiziqadi. Chunki ularni hali mas'uliyati kamroq, oilani boqish, bu kabi muammolari yo'q. Bularda o'sha ko'ngilochar marosimlarda kimdir psixoaktiv modda taklif qiladigan bo'lsa, qiziqib, ya'ni yoshlar, bolalar juda ham qiziquvchan bo'ladi. Nima ekan degan maqsadda qilib ko'rishi mumkin. Bu ham xavf guruhini oshiradi. Bundan tashqari, oilaviy muhit. Mikroijtimoiy muhitga aynan nosog'lom oila farzandlari kiradi. Ya'ni oiladagi doimiy janjallar yoki ota-onani doim ishda bo'lishi, 24 soat ishda bo'ladigan otalarimiz ham mavjud, onalarimiz ham mavjud. Doimiy navbatchilikda turadigan, hali otasini ko'rmaydi, hali onasini, ba'zan birgalikda navbatchilikka ketadigan ota-onalarimiz ham bor. Bunday holatda bolalar qarovsiz qolishi mumkin. Nazoratdan chetda qolgan bolalar yoki ota-ona charchagan bolani shikoyatlarini, qiziqishlarini eshitishga tayyor emas. Injiqliklarini ko'tarishga tayyor emas. Bunday holatda bolalar, demak, mehrni, e'tiborni ko'chadan qidiradi. Shu holatda asotsial deymiz, yaxshi bo'lmagan psixoaktiv moddalar yoki turli xil jinoyatlarga moyil bolalarni guruhga qo'shilib qolsa, bolani, demak, bolada psixoaktiv moddaga moyillik tez shakllanadi. Bundan tashqari,
biologik omil deymiz. Biologik omil bu genetik moyillik. Ota-onasida yoki yaqin qarindoshlarida narkomaniya, toksikomaniya tashxisidagi yoki surunkali alkogolizm tashxisidagi bemorlarning bo'lishi, bu ham bolada aynan kasal bo'lib bola tug'ilmaydi, lekin shu kasallikka moyil bo'lib tug'iladi. Kasallikka moyil bo'ladi va sog'lom, ya'ni moyilligi bo'lmagan bir bola psixoaktiv modda qabul qilib, bu bola ham psixoaktiv modda qabul qilsa, bunda kasallikning ketish jadalligi, tezligi tezroq bo'ladi, kuchliroq bo'ladi. Hamda yosh omili 18 yoshgacha insonning shaxsi to'liq shakllanib bo'ladi. Klassik toksikomaniya nimasi bilan xavfli edi? U hidlash orqali kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni to'g'ridan-to'g'ri miyaga yo'naltiradi. Bu kishini boshqarib turuvchi miya faoliyatiga aks ta'sir qiladi. Ko'zning ko'rish imkoniyatlarini kamaytiradi. Ta'm va hid bilish qobiliyatlarini yo'qotadi. Yil sayin qo'limdagi mana bu telefonning rusumi o'zgarib, imkoniyatlari ko'payayotgandek, psixoaktiv moddalarning ham safi kengayib bormoqda. Mana masalan, siz mana buni shunchaki dori deb o'ylaysiz. Chunki ko'rinishdan barcha dorixonalarda sotiladigan dorilarga o'xshaydi. To'g'rimi? Qayerdir og'riyotgan bo'lsa kerak degan taxminda menga umuman e'tibor bermasligingiz ham mumkin. Ammo bu siz o'ylaganingizdek shunchaki dori emas. U retseptlar asosida beriladigan yoki qo'lga chiqib yashirincha sotiladigan psixotrop dori. U bir zumda bir insonni boshqasiga aylantirib qo'yishi hech gap emas. Sir emas, O'zbekistonda kuchli ta'sir qiluvchi va psixotrop dorilar qat'iy nazorat ostiga olingan. Ular faqat retsept asosida sotiladi. Ulardan o'zboshimchalik bilan foydalanish, saqlash qonun bilan taqiqlangan. Ularning ayrimlari bilan tanishtirib o'tamiz. Tramadol aslida og'riq qoldiruvchi dori bo'lib, noto'g'ri qo'llanilsa qaramlikni olib kelishi mumkin. Fenobarbital tinchlantiruvchi va tutqanoqni davolovchi dori. Pregabalin sudurgiga qarshi dori. Uni nevrologik kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Uning lirika va zardex nomli turlari ham ishlab chiqariladi. Gabanerv yoki gabapentin. U ham asosan nevrologik kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Tropikam kuchli ta'sir qiluvchi dorilar toifasiga kiradi. Aslida u shifokorlar tomonidan ko'z qorachiqlarini kengaytirish maqsadida bemorlarga tavsiya qilinadi. Lekin ayrim insonlar uni burniga sepib, kayf olish maqsadida ishlatishadi. Sibutramin ko'p ayollar ozish maqsadida turli batlarni iste'mol qilishadi. Afsuski, ozdirish uchun qo'llaniladigan ba'zi dorilar tarkibida sibutramin moddasi aniqlangan. U ham kuchli ta'sir etuvchi dorilar sinfiga kiradi. Qaramlikni keltirib chiqarishi, bosh aylanish, ko'ngil aynitish va uyquni keltirish xususiyatlariga ega. Shu bois 2024-yili Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi davlat muassasasi tomonidan O'zbekiston hududida sotilishi taqiqlangan ozdiruvchi mahsulotlar ro'yxati e'lon qilingandi. Bundan tashqari ayrim ozdiruvchi keto qahvalari va choylarning tarkibiga ham sibutramin moddasi qo'shiladi. Xo'sh, psixotrop moddalar qaramlikni keltirib chiqarsa nega u davlat ro'yxatidan o'tkazilib ishlab chiqariladi degan haqli savol tug'ilishi mumkin. Yuqoridagi doiralarning aksariyati saraton, epilepsiya va ruhiy buzilishlar bilan bog'liq kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. U payt 21-22 yosh bolaman, o'zimni nazorat qila olmayman. Hali tushunmayman bu narsalarni tiyagasi borligini, plastikning lomkasi bo'lishini hali bilmayman. U payt tramadol yo'q, pregabalin tabletkalar bor, zardex, regapen degan. Vaqt o'tgan sari 1-2 oylardan keyin sekin men ham shu tuzoqqa tushdim. Qo'pol qilib aytganda. Bitta to'xtataman deb o'yladim, qarasam, uyqusizlik, badanda og'riqlar, suv ter chiqishlarni boshlayapti. 10 kun, 15 kun qiynaldim. Qiynalib o'tkazdim suv qo'yib. Endi uydagilarga aytolmayman, banisiga borish kerak. Davirani yo'qotishdan qo'rqaman. Shu bilan 1-2 oy to'xtayman, yana davom ettiraman, yana boshlayveraman. 1-2 oy to'xtayman, yana davom ettiraman. Mana shu 2022-yilning boshida klublarning birida men sho'x bola bo'ldim, o'sha paytda bo'lib, klublarning birida menga mefedron taklif qilishdi. Mefedron bu kokainni boshqacha sintetik varianti.
klubga uni taklif qilishdi. Men xilladim ikkita doroshka, настроением ko'tarib ketdi, menda dopamin oshib ketdi, xursandchilik. Menga yoqdi bu narsa. Keyin chiqib so'radim, necha pul? $100. Variant bor edi, qo'ldan olishga, qo'ldan olib yurdim. Bir-ikki marta. Mefedronda shunaqa narsaki, 1 gram tugagandan keyin ikkinchi gramni olishga majbursiz. Boshida bu kabi kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni iste'mol qilish ularga har xil gormonlarning ajralishi oqibatida ularga kuch bergandek, g'ayrat bergandek, charchamasdek o'zlarini tutishadi va shuning orqasidan bu haqiqatda foydali narsa ekan deb o'ylashadi. Lekin bir narsani bilish kerakki, masalan, insonga ajratilgan hayotiy energiya bor-da. Masalan, normal hayotda yashash uchun 70-80 yilga yetadigan energiya bor deb tasavvur qiling. Masalan, avtotransport vositasini bakiga o'xshashdi. Bitta zapravka o'sha nima qilingan, to'ldirilgan va shu masalan 70-80 kilometrga yetishga mo'ljallangan. Bular nima qiladiki, o'sha turgan joyida o'sha gazni bosish deydi-ku, bor kuchi bilan gazni bosdi, bakidagi benzinni ishlatib qo'yadi. 70 yoshgacha yetishga bo'lgan hayotiy energiyani 10 yilligini masalan bir kunda ishlatib qo'yish mumkin. Ha, u kuchli bo'lib ketdi, ha, u boshqacha, ha, uni uyqusi kelmayapti, ha, u charchamayapti. Shunaqa tushuncha paydo bo'ladi. Unda yaqinida uni o'sha atrofida yurgan bolalar bunga qarasa haqiqatda juda bu hamma narsani kuchli bo'lib ketyapti, boshqacha fikrlashi ham boshqacha bo'lib ketyapti deb shunga o'tib ketadi va bu yuqumliligi haligi trendga kirib yuqumli ko'rinishga o'tib ketishi mumkin. Bu o'rinda ham shu modaga kirib ketishida asosiy o'rinni tutadigan narsa bu e'tibor. Ya'ni ota-onaning e'tibori, o'qituvchining e'tibori va o'sha atrofdagi mahalla-ko'yning e'tibori. E'tibor bo'lishi uchun tushuncha bo'lishi kerak bo'ladi oldin. Shunaqa bo'lishi mumkin degan tushuncha bo'lishi kerak. O'sha tushuncha bo'lgandagina ular e'tibor bera oladi. Men bir oyda bir marotaba o'zim uchun chiroyli kiyim xarid qilaman. Bu menga juda ham ko'p dopamin beradi. Dopamin bu neyromediator. Bizga ko'tarinki kayfiyat beradi. Bu narsa biz yaxshi ovqat yesak yoki bir dam olishga borsak, yaxshi ko'rgan insonlarimiz bilan suhbatlashsak, tabiiy holatda hosil bo'lish kerak bo'lgan moddalar. Dopamin kayfiyat, serotonin bu muloqotga kirishuvchanlik, adrenalin bu energiya beradi, quvvat beradi. Bu narsalar bizni stress gormonlarimiz ham hisoblanadi. Bu normada hosil bo'ladigan narsa, gormonlar. Endi har kuni men o'zimga yangi kiyim xarid qilsam, menga shu kiyim dopamin bera oladimi? Bera olmaydi. Chunki endi meni organizmim o'sha miqdorga o'rganib bo'ldi. Endi menga kiyimdan ham yaxshiroq narsa kerak menda dopamin hosil bo'lishi uchun. Boy oilaning farzandlarida dopamin beradigan hamma narsa mavjud. Velosipedi bor, mashinasi bor, har kuni xohlasa restoranga borib ovqat yeyish mumkin. Endi bu bolalar yangi kayfga ehtiyoj sezadi. Eng yomoni, ularda mas'uliyat yo'q. Bundan tashqari, ya'ni ularni psixoaktiv modda qabul qilishdan boshqa ishi yo'q. Ishlamasa ham oilani boqilyapti, pul keladigan joyi bor. Bir bemorimdan so'raganman, nechta farzandingiz bor? 2ta farzandim. Siz psixoaktiv modda qabul qilganingizda farzand tarbiyasi bilan kim shug'ullanadi? Otalik roli qayerda? Nimaga kerak dedi. Otam bor, onam bor, xotinim bor, tarbiyasi zo'r bolalarimmi deyapti. Men bo'lmasam, bolalarim zo'r yashayapti. Bu bola insonni, demak, ham farzandlik obrazidan chiqib bo'lgan, erlik obrazidan chiqib bo'lgan, otalik obrazidan chiqib bo'lgan. Endi psixoaktiv modda qabul qilishdan boshqa ishi yo'q. Topgan pulini psixoaktiv moddaga sarflaydi. Aslanov, yana dars o'qiyapsanmi? Ey! Bo'ldi, qilgin. Ustoz, men gapiring. Ustoz, Gapir Arslanov. agar o'quvchingizda shunga o'xshash holatlarni ko'rsangiz, uni jiddiyroq nazoratga oling. To'g'ri, bu unga yoqmasligi mumkin. Lekin kun kelib u albatta sizdan minnatdor bo'ladi.
O'tir, 5 baho Aslanov. Bizda sal noto'g'riroq tushuncha ketgan. Masalan, bir hududda ko'p aniqlangan, bir hududda kam aniqlangan, narkotik vositalar xuddi u hududda rivojlanib ketgandek, bu hududda kamdek. Balki masalan u hududda huquqni muhofaza qiluvchi organlar yaxshi ishlayotgandir. U o'shalarni harakati evaziga ko'p aniqlanayotgandir degan tushuncha bor. Yoki masalan maktablar o'rtasida qanaqadir maktabda o'sha kuchli ta'sir qiluvchi modda bilan iste'mol qiluvchi ro'yxatga tushibdi, narkotik moddalar ro'yxatga tushibdi. Balki o'sha maktabni o'qituvchilarining e'tiborliligi oqibatida bu bo'layotgandir. Balki direktor bunga yoki o'sha zamdirektor yoki o'qituvchilar, sinf rahbarlari bunga e'tibor qilib, shu bolani oxirigacha ishlab, shuni davolanishgacha olib borayotgandir. Mayli gap so'z bo'lsa, lekin o'sha yoshni saqlab qolishyapti-ku. U ertaga uni atrofida nechtasini keyin saqlab qolishyapti uni oqibatda. Shu narsani sal o'zgartirishimiz kerakki, bir maktabda aniqlanibdi, bir maktabda o'sha bo'pti, shunaqa holat bo'pti degani bu maktab yomon ekan, u maktabda shunday narsa bo'lib ketgan ekan deb u maktabni yomonlikqa chiqarib tashlamas edi. Buni oqibatida ertaga boshqa maktabda bittasi aniqlasa ham ko'rsatmaydi-ki. Buni aytmaydi, ochiqlamaydi. Bu xuddi hali aytganimizdek, minani ustida bosib olib yashirib o'tirgandek-da. Har qanday psixoaktiv moddaga qaramlikda birinchi o'rinda bu tushunishimiz kerak, bu tanani kasalligi emas, bu ruh kasalligi. Bu ruhiy kasallik. Har qanday ruhiy kasallikda birinchi o'rinda aynan bizni qaramligimizda xulq o'zgaradi. Xulq-atvor o'zgarishlari bo'ladi. Bolani xulqi agressivni deymiz, jahldor tarafga o'zgaradi yoki passivni bo'lib qoladi. Qiziqishlar darajasi torayib ketadi. Oldin qiziq bo'lgan fanlar, sport mashg'ulotlari, hobbilari asta-sekin yo'qolib boradi. Va bolada asosan uydan qochish holatlari bo'ladi. Asosiy vaqtini ko'chaga, o'rtoqlari bilan bola doimiy kech keladi. Turli xil bahonalar qiladi va yolg'on gapiradi. Eng birinchi o'rinda yolg'onchilik. Agar ota-ona haqiqatan ham farzandlari bilan ko'p vaqt sarflasa, uni darrov sezadi. Menga afsuski, ota-onalar doimiy ishda. 5-6 gacha ota-ona ishda bo'lsin deylik. Bu vaqt ichida bola qayerda nima qilib yuribdi, bila olmay qoladi. Bolalar shunchalar chiroyli yolg'on to'qiydiki, bu kasallik shaxsni o'zgartirganligi uchun hayron qolasiz. Va bemorlarda o'ziga qaramaslik holatlari bo'ladi. Ya'ni shaxs o'zgarishi birinchi o'rinda o'ziga, ya'ni salomatligiga, ko'rinishiga. O'smir qizlarimiz ham o'smirlik davrida oynani oldidan keta olmay qoladi desak ham adashmaymiz. Lekin psixoaktiv modda qabul qiladigan qizlarda bu holat kamroq bo'ladi. Ya'ni o'sha parfumeriyaga ketadigan pulga ham dori sotib olishga harakat qiladi. O'g'il bolalarimizda ham ota-onalar ko'p aytishadiki, sochimni oldirib kelaman deb pul oladi, lekin sochi olinmagan holatda keladi. Kiyim olaman deb pul oladi, lekin u kiyim bo'lmaydi va o'zini yaxshi kiyimlari yo'qolib qoladi. Qani desam, o'rtog'im deydi, u yoqda qolib ketibdi, ertaga olib kelaman. Bu kiyimlarni sotib yuboradi bolalar. Yigitlarimiz aytadiki, bir vaqtlar $100 ga, $100 krossovka olgan bo'lsam, hozir 100 mingga olib, qolgan pulimga psixoaktiv modda qabul qilaman. Eng zo'r parfumeriyalar ishlatgan bo'lsam, hech narsa ishlatmasdan turib, hamma pulimni psixoaktiv modda qabul qilishga. Nimaga? Chunki psixoaktiv modda asosiy eng muhim o'ringa chiqadi, qolgan hamma motivlar, xohishlar, ehtiyojlar yo'qolib boradi. Ertalab ko'zini ochgan inson bugungi dozani, bugungi miqdorni topish haqida o'ylaydi. Yolg'on gapiradimi, o'g'irlik qiladimi yoki firibgarlik qiladimi, nima qilsa qiladiki, psixoaktiv modda topishga intiladi. O'qituvchilar bolalarda yoki uyqusirash holati, ko'zini qizarish holati, charchoq holatlari bo'lishi mumkin. Agar bitta o'quvchisining charchoq holati uzoq vaqt o'tib ketmayaptimi, demak, bu haqda ota-onaga xabar berish kerak. Afsuslangan narsam shu, qolgan narsalarni topib olaymi, ota-onam sog'lig'ini yo'qotdi. Menga qarab kulib tursa ham ichidan nima o'tayotganini bilaman. Misol uchun uylanadigan yoshdaman-da. Ana kun onamga qarab uylansam balki qolib ketarsam, uylansam balki birovning qizini hayotini barbod qilib yuborsinchi degan javob oldim. Misol uchun-da. Qo'rqaman hozir. Kimdir qizini katta qilyapti-da, yemay ichmay
qiziga berib, yedirib, ichirib, kiyintirib, ertaga manda yana sirib bo'lib qolsa-chi. Birovning qizini olib, uylanib olib bunga. Misol uchun, mayli u qiz chidir bechara, chidir, yaxshi ko'rar. Va bilan hayoti barbod bo'lib ketadi-yu. Men aytaman, dushmanimga ham ravo ko'rmagan narsani ayolimga ravo ko'rib qo'ymayman, misol uchun. Reputatsiyam, misol uchun. Kimdirlar hozir menga bliskopat harakat qilmaydi. Kimdirlar meni misol uchun meni ko'rsa, yonimdan o'tib ketadi, uzoqda. Bu narkoman deydi. Bu bilan men o'rtoq bo'lsam, men ham narkoman bo'lib qolaman deydi. Hozirgi kunda mana so'rayotgan bitta narsam yordam Allohdan so'rayman. Qalbimni poklasam, dilimni solsam, iymonimni kuchli qilsam deb o'zim ustida ishlayapman hozir. Inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilaman bu yo'lga qaytmaslikka. Lekin mendagi yana bitta shans bo'lganda hammasini orqaga qaytarish men bu yo'lga umuman kirmasman. Chin dildan aytaman shu narsani. Tasavvur qiling. Ko'chada yurish-turishi yoki gap so'zlarida o'zgarish bor bolakayni uchratib qoldingiz. Sezdingizki, u toksikoman yoki giyohvand. Qanday yo'l tutasiz? Unga tushuntirish ishlarini olib borasizmi yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilasizmi? Iltimos, bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Xullas, biz jamoamiz bilan birga kichik ijtimoiy eksperiment o'tkazishga qaror qildik. Poytaxtdagi odamlar hamisha gavjun bo'ladigan istirohat bog'ini tanlab, avval ijtimoiy eksperiment haqida bog' ma'muriyatini ogohlantirdik. Undan keyin odamlarning ko'zi ilg'amaydigan yerlarga kameralarni joylashtirib, yosh aktyorlarni rolga tayyorladik. Ular go'yoki kuchli ta'sir qiluvchi dorilarga ruju qo'ygan, ayni damda esa xumori tutayotgandek qilib o'zlarini ko'rsatishlari kerak. Menimcha odamlar ishonishdi. Ammo keling, yaxshisi hammasini o'zingiz tomosha qiling. Alo. Aka, unaqa men kelishtirib qilib bering, nima deganingiz-u? Pastani klient bo'lsa, har xil sortlardan olamiz aka. Pastani nima desangiz anaqa qilamiz. Unaqa men pul topiladi, telefon sotaman kerak bo'lsa. Narsam sotaman. Bitta topiladi pul. Bo'ladi. Qancha? 100 dollarmi bo'ldi? Hozir beramiz. Aka, bering, shuni qilib bering. Top bering, qo'ying, o'sha lokatsiyasini tashlang, boramiz hozir. Boramiz, 10 minutda boramiz. Bizga kerak. Nima bo'lsa ham top bering, shuni bering. Bo'ldi, qolgan pul topiladi, вопрос emas. Top bering shuni. Top bering. Qo'ying lokatsiyani, tashlang o'shaning rasmini. Zakladkan qo'ying. Yuboring aka, iltimos. Shu bo'lmaydi hozir, ashi. Voy, nima deganingiz, pul. Nima desangiz pul. Nima degan gap? O, yashamayman hozir bu dorisiz. Top bering shuni, qilib bering. Topiladi pul. Qilib beraman. O'zing bilan nimadir bormi? Yo'q-da. Ashkam yo'qmi? Aka, bo'ling tez, ha? Sen gaplash. Alo. Bu nima degan gap bu? Top beraman, aytamanmi sizga? Bor akaman, o'zi. Haydi. Alo. Aka, ish bormi? Soat. Aha. Qatdan ko'tarishimiz kerak, necha kilo? 1 kilo? Nima xilla bor? Tak, trava. Qara, trava bor ekan. Qanaqasi? Gashish. Marixuana gashish bor ekan. Uni 500 gram ekan.
yarimi. Undan qolgan yarimi soat 5-6larda kelar ekan. Akami? Ha. Kvartni qoldirib ketadi 5-6larda. Sen nechida vaqting bor? Shu bilan. 4-5largacha bo'lsa kerak. Undan keyin boshmisan? Dars o'sha ishlaring qilib bo'lib, ya'ni asaboysiz qila olasan? Bilmadim. Nima ishing bor o'zi? Devonga borishim kerak. Qarz olgan-ku. Bo'ldi, men olaman, tadi. Men olaman. O'zing olib kelarsan. O'zim olib boraman. 50 yillik qilamiz narxini, pulni. Pulni ham, dozani ham. Biladimi? Yurgan hozir o'tirmasam o'lib qolaman. Wow. Qani qatta o, kelmadi hali beri. Tezroq bo'lsa. Qatta deysiz? Дружба. Voy. Tezroq bo'lsa. Hozir olib kelmasam o'rib qolaman. Yarim soat to'satda bo'laman. O'rib qolaman menimcha. Voy. Hozir o'rtog'im mazasi olib qoladi. Hozir o'lib qolaman boy kechagi narsangizdan keyin. O'shani olib keling tezroq. Taxlab bering endi omma. Qancha so'rasangiz beraman. Taxlab bering shuni. Nima bo'ldi? Taxlab berish dorini olib keling tezroq. Qolmadimikan? Men bormi o'rta? Boralar. Mazasi bo'lmayapti bu. Nimaga? Nimadir nega qo'yib qo'ydi. Qachon? Bo'y albatta nimadir marketdan oldi, nimadir mazasi qochib qoldi. Dori olish hozir ketib o'tdi. Apteka oldimizda yo'q. Okey, telefon qilsa. Aptekaga bormaydi. Apteka yo'qmi? Niye aptekaga kerak yo'q? Skor chaqirish kerak. Yana Yo'q, skori kerak emas. Skori kerak emas. bosh og'rib. O'shaning uchun qanaqa dori kerak? Bunaqa. Специальный dori. Vrach yozib beradi endi. Doktorga borib keldi. Men o'zim vrachman. Mazasi qochyapti, nimadir marketdan nechta qo'yib qo'ydi. Tan olamizmi, yo'qmi, hammamiz kun sayin loqaydlashib boryapmiz. Sen menga tegma, men senga tegmayman qabilda eshitayotganimiz ham yangilik bo'lmay qoldi. To'g'ri, u begona bola. Ammo uning o'rnida sizning yoki bizning ham farzandimiz bo'lishi mumkin edi-ku. To'g'rimi? Bir donishmand. Dushmanlardan qo'rqma. Nari borsa ular seni o'ldirishi mumkin. Sotqalardan qo'rqma. Ular senga xiyonat qilishi mumkin. Loqayd odamlardan qo'rq. Ular seni o'ldirmaydi. Sotmaydi ham. Faqatgina ularning jim va beparvo turishi sabab yer yuzida xiyonat va qotilliklar sodir bo'laveradi, degan ekan. Tasavvurimda hammasi borib oilaga taqalaveradi oxirida. Masalan, yaqinda 21 yoshli bir qiz bilan gaplashdim. Shu yo'nalishga sintetik narkotiklarga eng kuchlisiga birdan o'tib ketgan. Nima sabab bo'ldi? Qayerdan bu o'zi qo'liga tushib majburiy davolanishga yuborilgan. Qayerdan bo'ldi deganimizda viloyatli qiz shu Toshkent shahrida tushganman. Yonimda dugonam bilan Toshkent shahriga qayerdan borgansan? Ishlashga borganman. Ishlashga nima uchun Toshkent shahriga borgansan? Uyga o'qishimga oliy ma'lumotli nimada talaba qiz. O'qishimga pul kerak bo'lib qoldi. Nima uchun sen topishingga majbur bo'lib qolding? Oilada onam bilan otam 18 yillik turmushdan keyin ajrashdi. Otam boshqa yoqqa ketib qoldi. Men onam qo'lida qolib ketdim. Onam ham Rossiyaga ham qayergadir ishga ketdi. Keyin men o'qishimga kontraktimni o'zim to'lashimga to'g'ri keldi. Shuning uchun Toshkent shahriga bordim.
Toshkent shahriga bordim. Oldindan tanishim bor edi. U tanishim orqali dastlab salonlarda ishladim. Keyin boshqa spa salonlarda ishladim. Shu orqali o'sha avraga kirdim. Juda charchardim. Keyin yonimdagi dugonam "Men buni iste'mol qilib ko'rsang charchoqlaringni oladi. Umuman charchamaysan, zo'r ishlaysan, yaxshi pul topasan" deb maslahat berdi. Shundan keyin iste'mol qildim. 1 marta, 2 marta iste'mol qildim. Yaxshi hamki, iste'mol qilish davri 1-2 oy ichida qo'lga tushgan. O'sha sotib olayotgan payti dugonasi bilan birgalikda qo'lga tushgan. Mana shu yerdan ham ko'rishimiz mumkinki, asosan oilaga bog'liq bo'lib qolyapti. Yana bundan tashqari eng achinarlisi bu faqatgina ajrashgan oila yoki otasi, onasiz o'sgan yoshlar emasda, boy oilani farzandlari ham bo'lib qoladi. Nimagaki e'tibor. Umuman o'zi har xil holatda ham farzandga bo'lgan e'tibor kamayyapti. Masalan, o'ziga to'q, hammasi yetarli oilada o'qishingga pul, ma, mashina kerakmi, ma, ol, nima kerak, u kerakmi, bu kerakmi, o'tirishmi, o'rtoqlaring bilan bo'lsa, mana pul, mana pul, mana pul, menga tegmasang bo'ldi, ota-onaning pozitsiyasi. Ichida o'zini o'zi tinchlantiradi, bolamni ta'minlab qo'yibman-ku. Hamma narsasi yetadi-ku. O'qishini yaxshi joyga berib qo'yibman-ku. Go'yoki pulini to'lab qo'ysam, bola o'zi tarbiyalanib qoladi degan tushunchaning orqasidan ham masalan oilalarda farzandlar o'sha tomonga o'tib ketyapti. Bu ikkinchisi. Yana bir sabab men o'ylaymanki, hali dastlab aytganimizdek, ota-onalarning narkotik vositalar, kuchli ta'sir qiluvchi moddalar to'g'risidagi qarashlari, tushunchalari juda sayoz. Oldingi klassik narkotiklarda qolgan. Hozir uni tabletka ko'rinishiga o'tib ketgani, kofe darajasiga kelib ketgani, masalan, ozdiruvchi kofe deb reklama qilib, ko'pchilik olib kirib, o'shaning ichida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar aniqlangandan keyin hozir mana chek qo'yildi. Uni ham olib kirilishiga. Buni naqadar yaqin kelayotganini ota-onalar sezmayapti ko'pchilik. Bu narkotiklar shu oldingida 30 yoshdan ortiq, 25-30 yosh atrofidagi odamlar chekadi, puli bor, o'shalar chekadi, o'shalar topib chekkan yo'q, juda yaqin. Yoshlarimizni qo'li yetadigan darajaga kelib qolgan. Ayniqsa mana kuchli ta'sir qiluvchi moddalar, sintetik narkotiklar. Ota-onalar shundan ogohroq bo'lishi kerak va farzandga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Ishidan charchab kelgan ota-onaga farzandining shovqini yoqmaydi. Nimanidir sizga aytmoqchi-yu, siz charchaganingiz tufayli bola ayta olmadi, bo'ldi. Bolada bu muammo qoladi. Biz uchun bu muammo bo'lmasligi mumkin, lekin bola uchun o'sha juda ham katta muammo. Bu joyda ota-onaning o'rni kerak edi. Bu muammoni boshqa insonlar yechishga harakat qilishi mumkin. Bir bola aytayapti, 16 yoshli bola, oilasida janjal bo'lyapti, tinmay. Bir 4-5 o'rtoq bilan o'tirganda eshityapti, janjalda telefonda gaplashyapti. Keyin siqilib turgan joyda, "Kim men buni qabul qilsang, kayfiyating ko't, hammasi esingdan chiqadi." Bo'ldi, bola tuzoqqa tushdi. Chunki bolani ko'chidagi muammosi juda ham katta. Uni bir oyi bilan quyosh, ya'ni ota-onasi bir-biri bilan ajrashyapti, urilyapti. Dunyo bola uchun tugayapti. Bu holatda, demak, bu dard bola uchun og'ir. Kimdir shu dardingni unutishga yordam beradi deb bitta narsani taklif qilsa, kim kafolat beradi, ketmaydi bo'ladi. Juda ko'p bemorlarimizni, demak, ajrashgan oilaning farzandlari. Bu kurash yakka kurash emas. Bu jamoaviy kurash. Bilasizmi, qarang. Nimani tasavvur qilaman? Yarim himoyachilar va hujumchilar bor futbolda. Ularning o'rnini bizda huquq muhofaza qiluvchi organlar egallaydi. Ular asosiy hujumni ularga uyushtiradi, asosiy hujum qiladi. Bizda futbolda himoyachilar o'rnida aynan o'qituvchilar, ota-onalar, mahalla turishi kerak. Darvozabon kim? Darvozabon bu o'sha yoshning o'zi. Biz alohida darvozabonni tarbiyasiga, alohida himoyachilarni tarbiyasiga va alohida hujumchilarga e'tibor qaratmasak, bu jamoaviy o'yinda g'olib bo'la olmaymiz. Va yana bir narsani har doim o'ylashimiz kerakki, biz doimiy ravishda rivojlanib borayotgan dushmanga qarshi harakat qilyapmiz. Biz rivojlanib, dushmanimiz turib qolmayapti. U kundan kunga shaklini o'zgartiryapti, narkotik vositani. Kundan kunga narxini o'zgartiryapti. Kundan kunga mexanizm, tarqatish mexanizmi, uslublarini o'zgartiryapti. Shunga yarasha biz ham javob berishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan aytamanki, ko'pchilik aholida ota-onalar
fikrida shunaqa tushuncha borki, narkotik vositalarga qarshi faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlar qarshi kurashish kerak. Yo'q. Bu hozirgi kunga kelib jamoaviy kurashga aylandi. Hammamiz birgalikda kurashmasak, darvozabonimiz bo'lgan yoshlarimizni yomon ahvolga solib qo'yamiz. Shu birgina zanjir tanani harakatdan cheklaydi. Kishi qanchalik urinmasin, ular qo'l va oyoqlardan yechilmaguniga qadar erkin harakatlana olmaysiz. Inson yo bor kuchini to'plab ulardan qutulishi yoki bir umr harakatsiz ularning asiri bo'lib yashashi kerak. Qaramlik ham aslida shunday. Undan voz kechmagunga qadar na ruhiyat, na tana orom oladi. U bilan birga o'qish, ishlash, jamiyatda o'z o'rnini topish va oila qurish kabi shaxsiy baxtga erishish ham imkonsizdir. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p xabarlarni eshitib qolamiz, ya'ni maktablarda konfet ko'rinishida, shokolad ko'rinishida aynan shunaqa aktiv moddalar tarqatilayotgani haqida. Bu qanchalik rost? Haqiqatdan bunaqa holat aniqlandimi O'zbekistonda? Ijtimoiy tarmoqlarda bitta holat Andijon viloyatida maktablarda shunaqa tarqatilayotganligi to'g'risida ma'lumotlar berildi, ancha tarqatildi. Bu bo'yicha Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tekshiruv o'tkazildi va uni tarkibida hech qanday narkotik vositasi yoki kuchli ta'sir qiluvchi moddalar yo'qligi aniqlandi. Bu bir tomoni, lekin ikkinchi tomondan qarangki, ogohligini ham oshirdi. Shu yaxshi hamki uni ichida unaqa moddalar aniqlanmadi, lekin ogohligi ancha oshdi ota-onalarni. Ota-onalar shunga birdan reaksiya qilishdi. Hamma yoqqa tarqaldi. Tez reaksiya qilishdi. Lekin shuni bilishimiz kerakki, bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda ham kirib kelishi mumkin. Chunki bir narsani bilishimiz kerak-da, bu ishni amalga oshirayotganlar ishiga jinoyat deb qaramayapti. Bu narko biznes deb qarayapti. Ularni tashkiliy jihatdan qarasangiz, hozirgi zamonaviy bizneslardan o'tib ketadi. HR tizimi bor, marketingi bor, dastavchilar bilan ishlaydiganlari bor, skladlari bor, PR menejerlari bor. Ular bunga umuman o'zlarini xuddi jinoyat qilganday emas, oddiy biznes qilganday tutib ishlashyaptiki, faqatgina yaxshi sir saqlashadi. Mana tarqatilish mexanizmini ko'rsak ham, olib iste'mol qilgan odam kimdan olganini bila olmaydi. Shu jihati ham bor. Psixologik muammo bolada jamiyatda o'zini topa olmasligi. Bu oilada shakllanadi. Oilada bolani samootsenkasi deymiz, o'ziga bo'lgan ishonchini tushirish. Ya'ni bolani ko'p tanqid qilishadi, boshqa bolalar bilan solishtirishadi, doimiy undan norozi bo'lishadi. Nima qilsa ham ota-onasiga yoqmaydi. Kichkina bolada birinchi narsa onaning muhabbati bo'ladi. Birinchi o'rinda turadi. Bola nima qilsa ham onam meni yaxshi ko'rsin. Ishlar qiladi. Misol uchun bola chiroyli bo'lib qo'llarini yuvib ovqatlanyapti, hech kim e'tibor bermayapti. Ba'zi bolalarda shunaqa xulq shakllanadiki, aksincha, to'polon qilsa, jahlini chiqarsa, ota-ona e'tibor beradi. Bolaga u pozitivmi, negativmi farqi yo'q, ona e'tibor bersa bo'ldi. Sir emas. Hozirgi kundagi media olamida like hamda prosmotrlarning ahamiyati nihoyatda katta. Ishoning, biz bu ko'rsatuvni tayyorlashdan avval buni niyat qilmagandik. Maqsadimiz uni ko'rgan tomoshabin o'ziga tegishli xulosalarni chiqarsin. Ogoh bo'lsin. O'rganib qolmayman, 1-2 marta iste'mol qilib, keyin voz kechib ketaman deb kalta o'ylayotgan insonlar bo'lsa, kech bo'lmasdan ko'zlarini kattaroq ochsin. Bu yo'lning oxiri yo'q. Qo'l oyog'ingiz zanjirband bo'lmasdan ortga qayting. Biz hali yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling. O'rgamchak to'ri bu degani qora dori zo'r ekan, uni xumori ko'rinmaydi, ona zo'ri bari yigitlarni zo'ri qora dori xaridori, kechagina mard bola bugun shunchaki bezori. Man deganida zo'rman, bugun endi kimman degan savol ko'ndilang, ahvolini qarang, ko'zidagi nur qani to'kilib boradi, bola yonidagi pul qani.